Bugün bizim bratimizning ham tug'ilgan kuni ekan. Agar kamgina shu sovg'amiz bor, kamgina baxtlarimizni olamiz. Oldindan uzr so'raymiz. Sirtirish uchun salgina harakat qilish kerak. Bulam shagird bo'ladi. Qara, jamon qiynaydi. Ustoz shu qiynaymi? Shagird? Hali bitta talam bir gap borku, shagird ustoz o'tmasa ol, shagird emas deydi-ku. Ertamanda men surpriz ichib jeb ketdim. Nima bo'ladi shu surpriz aytadi? Mana shu yerda xalqqa kamgina vaqtlarni olamiz. Ikkitagina ashulamiz bor. Onun keyin davomida surprizni obzatini ko'rasiz. Qani laqara ko'rdik. Do'stlari davraga men sangib qilamiz. Ertaga videosini qo'yamiz. Bugun prosta ikkinchi xatimni olib kelyapti. So'z beryapti, Shavkat Malamud ertaga yaxshi palaka bor deyapti. Ha, zamondan qazozam o'tkazadi. Tamam, ertaga bo'ladi. Shu. Abdushkut nasi desene ma. Haching qarang. La xayrati bizga hamchun ustoz, hamchun aka, hamchun do'st hazırlıklarımız bir-birimiz bilan navbatlarimizni qilamiz. Shuning uchun bugun tug'ilgan kun ekan. Mana shu kishining tug'ilgan kuni uchun men bugun ertaman Tojikistondan uchib keldim. Qarsak bo'lsin. Kunim uchun 15 soat anali turib Moskvaga kelganlar senlar uchun. Bularda hozir yangi aeroportda qolganda qo'ysizlar. Aeroportda 10 soat qolib 10 soat. Hozir mana shu aynamizga jigarlarimizga bitta arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor. So'rovjon. Nima deb pishmirish yo'q. Nima deb o'ylaysiz? iPhone 17 deb o'ylayman. 17 tal chiqmaqda chigarim. Bo'lishi mumkin. Ya'ni Navruzdan birinchi desin, Navruz. Birinchi de jigarim. Boshida ustoz deb boshlab. Ustoz bo'lasiz. Uzoq umr ko'rib. Nima gapirdi bular? Navruz. Men tug'ilganimda kunimda sen kun iPhone bo'lsa ham yangi karobkaga sapga shularni kuydiring. Bo'laman. Bizga jag'lajira bo'ladi-da, fonogram bo'lmaydi. Qay bir sovg'ani ko'ray, ko'p kutdi. Tema qilmay achaqi. Bir ikki uch. Ha, qancha chaltiray qana. Açımızdan sürprizini koysun. İçini açın. Bir terabaytlık içini açın. iPhone 16 Pro Max. Qana bu qancha olmasa bo'ldi da. Qana. Qarang. Sürpriz palyon bo'lish kerak ichida. Bir qayra bir kavla bergan. Kavlang. Ha, hadi. Ana. Yer rizqimiz bo'lsin. Mana. Habiba. Hammasi bu hazil edi. Yana bir marta tabrik. Yuzga kiring. Eng yomon kunlaringiz mana shunday bo'lsin. Har doim mana shunaqa yaxshi do'stlar, yaxshi jigarlaringizni oldida yuring. Mana shunaqa sizlarni ko'rib havas qildim. Abdushukur, Nurmur, Navruz, Ulug'bek Yorov,
ya'ni har doim suyunib bizni suyunimiz yaxshi zo'rda bo'ladi. Davraga chiqib biroz gapirmadingiz siz. Sen de tabriklaysan. Men qo'shiqman tabriklayman. Men ham san'atkor mana bu navbatga qarab turibman ya. Laqayr aka. O'sha yerda do'stlar bilan jig'ilib hammamizning bir kichkina sovg'amiz bor. Ya'ni bu sizin orzungiz ekanda, necha yildan beri orzu qilib yuribsiz. Necha yildan beri. O'sha orzungizga bugun yetasiz. Yana ahmoq qilmangizlar. Buni nastash iPhone 16. So'zga baylar bir de o'g'irlamasin. So'zgani bering rozi bo'lib turibsiz. Ya sizga mana berib qo'ydim. Endi bunday qiladi. Bu qalay ishlatsak bo'ladi. Qarang. Erkakcha hayotingizda ikkinchi marta pastga narsa ko'rishingizmi yo'qmi? Ha? Nimesini açın endi, to'xtang endi, to'xtang. Abiyakini aytsin. Ash bo'lsin. O'g'irlab ketsak edi. Tushib ketmasin ey. Oğlum boyu 2 metre ko'tarilgan jigit tushib ketdi sulton. Joningiz sog' bo'lsin. Endi kimlar uchun bir oddiy narsa. Bo'ldi qag'an kelmasin. So'rab Qarangiz qaragan tabriklasman mening. Yaxshi kunlarga ishlating aynan. Yaxshi kunlarga ishlating. Sizin uchun atab Telefonni ko'taring. Ben Allah için sizden yaxshi ko'raman. Vallahi hammaga muxlislarga mikrofonda gap. Mana shu yaxshi kunimdayam, jamon kunimdayam mana shu jigarlarga hammasi kirdimda. Men minnatdorman hammangdan. Allah faqat mana shu do'stligimiz uzilmasin. Farruxjon, katta rahmat sana ham. Ma'murga o'tib qo'y, juqsin. Takay uchchilar aytdim. Videoni olyapsan qara. Ertaga qanaqa men podarka qilib chiqadi. Katta rahmat jigar. Eshitdi. Katta rahmat jigar. Xudojon bundan ham ziyod bo'lgan hamma shagird bo'ladi hammasi. So'zga saqlab qo'ying. Hech qachon Shunday shagirdlarim borligidan faxrlanaman. Gap yo'q. Endi siz ustozsiz-ku, bir baho bering qara. Qo'shqa, men bu qo'shni eshitgandim. O'g'irlayman dedim, kolos ketib qoldi. Buni o'g'irlash kerak edi. Qo'shqa men 5 ketdim. Sizlarchi jigarlar? Podarka qabulmi? Ikimizni. Qabul sen ikki qabul. Ma'lum jo'g'on bag'ini. Sen qo'llash kesin.